Ilohiy adolat bor do'stlar. Yaratgan eng ojiz jonzotini haqini bandasida qoldirmayapti. Mana shu videoda ko'rganingiz kabi, sizning ham haqingiz hech kimda qolmaydi. Siz birovdan juda ham xafasiz, ko'nglingiz og'rigan, ranjigansiz, sizga aytmagan gapi qolmagan yoki sizga ko'rsatmagan jabru jafosi qolmagan. Shunchaki o'ziga topshiring, o'ziga havola qiling. Mana shu ayol va mushuk qissasi kabi sizning ham hayotingizda yana bir masalni ko'rsatib qo'yishga qodir bo'lgan zot u. Bu kungacha nimalarni ko'rmadik? Tarix bizga nimalarni so'zlab bermadiki, biz ham tarixga aylanmasak. Shunchaki mazza qilib, kulib yashang. Hayotda har narsaga ham kayfiyatingizni tushirmang. Arzimaydi hech narsa mana shu umringizni bo'lar bo'lmas narsalarga qurbon qilishingizga. Doim tabassum qiling. Hayotdan rozi bo'ling, xursand bo'ling. Eng muhimi, salomat bo'ling.